Assalomu siz bilan Kardinal. Yaxshimisizlar, charchamasdan bugun PUBG Mobile'ga yangi Ultimate ruletkasi keldi va nihoyat erkaklar, o'g'il bolalar uchun prosta bomba ruletkani qo'shishdi va do'stlar, hozir mana shu ruletkadagi hamma narsani hammaga assalomu alaykum, siz bilan Kardinal. Yaxshimisizlar, charchamasdan bugun PUBG Mobile'ga yangi Ultimate ruletkasi keldi va nihoyat erkaklar, o'g'il bolalar uchun prosta bomba ruletkani qo'shishdi va do'stlar, hozir mana shu ruletkadagi hammaga assalomu alaykum, siz bilan Kardinal. Yaxshimisizlar, charchamasdan bugun PUBG Mobile'ga yangi Ultimate ruletka o'g'il bolalar uchun takoy. Qani planeri qanaqa ekan? Planeri ajdarho, yarimtali ajdarho, qanoti yo'q. Bumagadan yasalgan tipa. Bu rukzakchasi ham takoy. Lekin vashsha o'g'il bolalar uchun normalniy ultimate'ni chiqarib qo'yishibdi. Buni jestini qaranglar. Jestini olamiz, chunki gul tutyapti. Parkka kiramiz, qiz bolalarning yoniga bundoq gulni jestini qilib qo'yasizlar. Bo'ldi, qizlar oqobdi-ku. Mana mejisini killikka mana qizlar oqobdi mejit. Xo'sh. Bala barka kiropti, gulni olibdi, qizlar oqobdi. Oldiga ultimate qaytarib qo'yishibdi. Koreyaga bilan buni bizda hammasi bor. Bular bizga qiziqmas. Skaralni bitta laboratoriyadan ko'rishli joyi lekin. Qani full qilishga arziydimi? Tak, birinchi o'rin shunaqa, ikkinchi o'rin ajdarhosi ham chiqib kelyapti. Uchinchi 1 bilan 3 uncha farqi katta emas. Qani killchat? Lekin killchat takoy kirib kelishi, ko'zga ko'rinadigan killchat. Full killchat qilganga yarasha shu ko'zga ko'rinadigan killchat. Killchat chiroyli. Effekt попадания какой-то kapalak, qanaqadir erkaklarga попаданияsiga o'xshamaydi, no takoy, o'ziga moslashgan. 6. No takoy bor, farqi bor. Qani 4 ta odam yonida mana shunaqa jest qila oladi sizni. Agar Skarl 6 qilsangiz, 4 ta odam yonida shunaqa jest qila olasiz. Normalniy. Va bu yerda yashigi kichkina, no takoy o'ziga moslashtirgan yashik. Men do'stlar, mana shu oldiviy basen Skarl full qilaymi yoki yangi Skarl full qilaymi? Shu tomonga bu juda ham chuqur o'ylayapman bu narsani. Nu ikkalasidan bittasini full qilaman videoning oxirida. Hozir esa ko'p gapirishni to'xtatamiz, open case'ni boshlaymiz do'stlar. Chunki men universitet borishim kerak, soat 9 da men imtihonім bor. Omad tilayman. Imtihondan shu yaxshi baho olib keling. 10 Ana. Bu Romadingni open case'ga ishlatasan o'zi. Imtihonga omadim qolmaydi. Qanday bola hozir open case'ga omadim ishlatsam, qanday men imtihondan topshiraman keyin? 10 ga men kristal oldim. Men videoning boshida like obuna so'ramadim, bilaman esingizdan chiqib qolgan bo'lishi mumkin. Chunki biz insonmiz, esimizdan chiqadi. Men eslatib qo'yapman, albatta videomizga like tugmasini bosing, kanalimizga obuna bo'ling va obuna bo'lgandan keyin qo'ng'iroqcha tugmasini fiksiya qilib yondirib qo'ying. Mana shu 3 ta qilgan sizni amalingiz menga juda ham katta motivatsiya va xursandchilik beradi. Vot, hozir siz like bossiz, endi open case'imiz omadli bo'ladi, ishonavering. Rahmat kattakon, sizlarni yaxshi ko'raman do'stlar. 0 yusiga bizada. 0 yusi. 0 nima bu? Ana nimadir bersin-da, nimadir 0 yusiga ham. Ellikka populyarga berdik. Bu bolla, men hozir omadim ketadi. Hozir bu mana shu ruletkada keyin imtihon topshira olmayman keyin. Ishto do'stlar, albatta like bosinglar, chunki men bombasini berdi. Yaxshi. Uxlamasdan hozir video chiqaryapman, keyin 9 da imtihonga boraman, keyin 6 da kechqurun o'qishdan qaytaman. Bir gap bilan aytganda men boshqa uxlamayman-da, işte 30 soat umuman uxlamayman. Shuncha uxlamasdan videolar qilyapman. Bu uchun like va obuna bosish arziydi. Chunki biz yaqinda 1 million bo'lamiz. 1 million do'stlar, 1 million. Bu ikkinchi kanal 1 million. Da, million bo'lamiz yana xudo xolasa zo'r bo'ladi. Tak, yana 540 yusi, qani ko'ramiz. Va va aytgancha Kardinal oilasi, men sizlarga juda muhim narsani eslatib qo'ymasam bo'lmaydi. Men Telegramda 24300 yusilik omadli obunachilik akkauntini kuchaytirish degan konkurs qilyapman. O'sha konkursimizga ham qatnashib qo'yinglar. Konkursga qatnashish juda ham oson do'stlar. Mana shu videoning tagida konkurs uchun deb sizga qoldirganman. Xuddi mana shu silkani ustiga bosasiz, Telegram kanalimizga kirib obuna bo'lasiz va tepada qadab qo'yilgan post ustiga bosib, mana shu yerdagi atigi 4 ta dona kanalga obuna bo'lasiz. 4 ta kanalga obuna bo'lganingizdan keyin pastdagi qatnashish tugmasini bosasiz va bo'ldi, siz konkursga qatnashgan hisoblanasiz do'stlar. Va men
esa 15-noyabr, ya'ni 2 haftadan keyin mana shu konkursimizga qatnashganlarning orasidan bitta obunachimni random tarzda aniqlab, akkauntingizga 24300 UC tashlayman va UC bonuslar bilan bir akkauntingizda 30000 UC bo'ladi. Akkauntingizni 30000 UC ga shaxsan o'zim kuchaytirib, videosini ham YouTube kanalimizda joylayman do'stlar. Kirib konkursga qatnashib qo'yinglar, omadinglarni sinab ko'ringlar do'stlar. Mana konkursga qatnashganlar uchun bitta kristal. Omad yor bersin, qatnashganlarga omad yor. Do'stlar, bitta narsada agar konkursga qatnashmaysiz-ku, qatnashmasangiz umuman yuta olmaysiz-da, chunki 100% yuta olmaysiz. Agar konkursga kirib qatnashib qo'ysangiz, что sizda shans bo'ladi u konkursda UC'ni yutib olish uchun. Hammaga omad do'stlar konkursda. Uje biz 80 marta ochdik-da, uje qani bizga uje ikkita kristal berdi. Skarl ham berib borsa, ruletkadan vashcha zo'r bo'lardi, lekin sotib olmasdik. Shuni Milfik hammasini bersam. Bu ultimate anaqa yo'q ekanda, bosh ultimate yo'q mana misol uchun boshni ultimate yo'q. Ultimate is Skarl bo'ldi. Mana shu ikkita narsa muhim. Keyin jesti ham muhim. Orqa fon yo'q misol uchun olaylik desak. U prosta ultimate va Skarl. Qana propustit bilan bitta Priscillani berdi. Ana berdi-da. Ну нормально. 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 Ikkita bo'ldi o'zi. Да. Так, yana 540 UC. Давайте bizga boshida 10 UC ga menda aldab qo'ydi, что kristal berib men o'yladim, bo'ldi. Короче, oxirigacha omadli bo'ladi, lekin yo'q. Allo, Pabok, давайте bizga nimadir. To'xtanglar. Taktika ana. Admin ana qani nima? Просто Malta. Ну, taktika o'xshadi, qaranglar, yana taktikani ish o'xshadi. Admin и uchinchisiga bam. Qani Allo, Pablo. Qani? Jo'da mazasi yo'q, mazasi qo'chdimi, nima qo'chdimi? Uje biz 200 marta ochdik. Buni qaranglar do'stlar. 10 UC ketdi uje. Yana bitalik bu bitalik ochish kerak bu ruletkani. Do'stlar, bu ruletkani bitalik ochish kerak. Mana sekret. Qaranglar, yana bitalik ochaman. Mana kristal. Do'stlar, albatta like bosinglar, like, podpiska do'stlar. Sizlarni bosgan like'lar menga motivatsiya beradi. Like bosgan obunachilarimiz konkursni yutib olsin do'stlar. Davlat uchun like bosamiz, like'imizni 1 million ta qilamiz. Rahmat kattakon. Rostdan bitalik ochib ko'ring. Qani propustit bilan 10 ta ochib ko'raman. 1 2 3 Ono! To'g'ri, yani bittalik o'chish kerak ekan. Buni qaranglar. Ochding. Bola taktika ishlayapti, taktika. Vashcha xursand bo'ldim. Aytgancha kardion o'ylasa sizga mana shunaqa omadli arzon yuz kerak bo'ladigan bo'lsa, ya'ni 10 yusiga sizga mifik chiqishini xohlasangiz, men albatta o'zimni Guardian UC magazinimni taklif qilaman. Mana shu Guardian UC magazinimizning silkasini shu videoni tagida 103 deb qoldirganman. Xuddi mana shu silkani ustiga bosasiz, UC magazinimizga kirib, UCni arzon ishonchli narxda sotib olasiz. Iltimos, Telegramga kirib, poisk bo'limidan Cardinal UC deb qidirmanglar. Fake kanal ko'payib ketgan, original kanal silkasi faqat videoni tagida qoldirganman do'stlar. Bilasizmi, Vez o'zbeklar, Vez dunyodan hamma UCni bizda anaqalar yetadi. Nima deydi? O'sha samasvetkalar. Berib bo'ldi ana, ko'rdingmi? Berib bo'ldi ana. Что hamma narsani berish juda qiyin ana. Mayli 10 ta prosta tak. Ana, вот. Zerikishdi. Anaqa yana prosta zerikishdan obunachilarimiz uchun yana 10 ta, Ramik uchun ham 10 ta. Ana bermaydi, mana oxirgisi ana, bersa berdi, bermasa sota olamiz. Bermaydi, qaranglar-da, chunki prosta juda ham qiyin, что ultimate ruletkadan hamma narsani ruletkadan chiqarib berishi. Rugzakni berdi, planer berdi, bular ham qimmat narsa. Bo'ldi, shu bilan uje qolgani sotib oldingda-da. Biz sotib olamiz. Qani 6 ta monetkaga bam, assalomu alaykum, yangi ultimate erkaklarniki. Erkaklar uchun ultimate ham oldik. Va bu yerda Skarl. Assalomu alaykum. Skarl yangisi ismi Dusha. Videoni boshida nima dedim? Mana shu ruletkadagi hamma narsani olaman, qancha yuz ketishidan qat'iy nazar dedim va men aytganimni qildim. Albatta shu uchun ham like bosib, kanalimizga obuna bosib qo'yinglar do'stlar. Men shu harakat qilyapman tezroq openkes qilishimizga, chunki hali buni YouTube ga joylashim va soat 9 da imtihonga borishim kerak. Imtihonda menga omad tilaylar. Endi shu tomonga qiziq, qaysi Skarlni full qilamiz bu yerda mana olib qo'yaylik.